Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qarindoshlar, bugungi suhbat Ramazon ro'zasining hikmatlaridan shukr hikmati haqida bo'ladi. Chunki shukr ibodati ne'matni ziyodalashtiradigan bir xarakteri bor. Shuning uchun bugun Ramazon ro'zasining hikmatlaridan bizni Ramazon ro'zasi shukr qiladigan halqa qiladi. Shu haqda to'xtalamiz. Shariatdagi har bir ibodatning o'ziga xos nurg'un hikmatlari bo'ladi. Shunga o'xshash Ramazon ro'zasining inson ruhiyati uchun, milliy irodasi va ijtimoiy hayot uchun intayin chuqur ahamiyatlari bor. Bu hikmatlarning eng yadroliq bo'lgani insonga o'zi g'arq bo'lgan ne'matlarning qadrini bildirish. Nima degan gap bu? Inson o'zi g'arq bo'lgan ne'matlarning qadrini bildirish degan, inson har kuni ne'matlar ichida g'arq bo'lib yashaydi-ku. Shu ne'matlarning qadrini bildirish orqali shu insonning haqiqiy bir mun'imi haqiqiysi va ya'ni haqiqiy ne'mat berguvchisi u bo'lsa Alloh taolo. Shu Alloh taolani tunutish va shu ne'matlarni qo'g'dash uchun zarur bo'lgan iroda kuchini yetildirishdir. Bu ro'za hem bizni shukr qiladigan holatga keladi, hem o'zimizning irodasini kuchlantiradi. Ramazon ro'zasining bu nuqtadagi birinchi nishoni g'aflat pardasini yirtib tashlash va ne'matning odatlanib qolishi bilan insonning g'aflatda bo'lib qolishining oldini olish. Ya'ni biz kunda ne'mat ichida yashayotgandan o Alloh taolo tarafidan berayotgan o ne'matlar odatga aylanib qolib, Allohning berganini unutib qolib, g'aflatga tushib qoladigan ish bo'ladi. Shu odatni yo'q qilish, shu g'aflatni yo'q qilish shu ro'za Ramazon orqali bo'ladi. Shu orqali anandagi ro'za Ramazon bizni nimaga keladi? Insonni taqvo holatiga keladi. Biz yuqorida o'qigan oyatninki la'allakum tattaqun degan tuğu ümid ki sizlar taqvo bo'lasizlar deb sizlarga Ramazon ro'zasini farz qildik deb Alloh shunda degan tuğu oxirisida bu Ramazonning ma'u shukr qismini bizni yana shu taqvolikqa qiladi. İnsanlar ko'pincha vaqtlarda Allohning cheksiz ne'matlari ichida yashaydi. Hammamiz shunday yashayapmiz-ku. Biroq bu ne'matlar son-sanoqsiz bo'lg'achqa son-sanoqsiz bo'lgandimi uzluksiz davomli bo'lib turg'achqa atrofimizda. Hem bedelsiz bo'lg'achqa bizning talab qilmay bedelsiz bo'lg'achqa vaqtning o'tishi bilan insonda bir xil ko'nib qilish paydo bo'ladi. Xuddi Allohning bizga bermasimi bu ne'matlar o'zi bo'layotgandek, zamonning o'tishi bilan shunda bo'layotgandek, tabiat bilan kelayotgandek kofirlar shuni tushundirdi-ku. Bizga xuddi shunda bilinadigan bo'lib qoladi. Könüp qalish degan yani g'aflat qilish degan gap. Kundalik iste'mol qilinayotgan bir tilim non masalan, bir yutum suv, hatto erkin nafaslanayotgan havomi inson uchun odatdagi oddiy bir narsa bo'lib ko'rinishga boshlaydi. Halbuki hech qaysi oddiy emas. Hech nima bo'lmagan vaqtda bir tilim non, bir yutum suv jon qutqizadi. Bir nefes can tutkuzudu. Adetdeki narsalar emas. Ama insonga nisbatan hammasi adetdekidek ko'rinadigan bo'lib qoladi. Chunki bu ne'matlar davomli kelib turadi. Son-sanoqsiz, uzluksiz, bedelsiz kelgachga bizni yanchig'imizdan kichikina pul chiqarib o'zimiz sotib olmag'achqa Allohdan kelgan ne'matlarning hammasi qadrsiz bilinadi bizga. Kur'an-ı Kerim'de insanın bu xatarlik psixikasini mundaq bayon qiladi. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Alaq suresi 6-7 oyatlarda shunday deydi. Allah insonninki kallasidagi bu g'aflat xiyolini rad qilib shunday deydi. Yo'q, inson o'zini
mal dünya bilan bulup ketip Allah'tan bir hacet görse, yani zaten ben işlağıtaman, o hem işim var, bu Allah'a ihtiyacım yok deydiğen halga kelgen çağdısda elbette insan haddidini aşıdı deydi. Hazır şu dünyada haddidini aşıvatkan, insaniyetki zulüm sılıvatkanlarının hemmisi şu baylıktan, kuştun bulatıda şu. İnsan yüzünden şuna kuşluk, bay köyge vaxtda haddidini aşıdı deydi. Şu haddimizni bildirish için Allah bizga Ramazon ro'zasini farz qilishning sababi shu. Ro'za del mushu saxti behojatlikning, mushu behojatlik tuyg'usi bor, saxti behojatlik. Mush tuyg'uni sundirib, insonning eng aqlli ehtiyojlaridimi Allohga ne kadar muhtoj ekanligini eskartadi. Ne'matning qadri faqat undan ayrilganda bo'ladi qarindoshlar. Ne'mat ustimizda yeyotgan vaqtda bilinmaydi. Qadri faqat undan ayrilganda bilinadi. Yoki o ne'mat cheklanganda to'liq his qilinadi. Bu Allohning sunnatulloh degan bir qoidasi bor. Ya'ni ne'matning davomlashish qonuniyati. Ne'mat qanday bo'lganda davomlashadi, qanday bo'lganda davomlashmaydi. Bu shunday bir qonuniyat var bizning dinimizda. Alloh taolo ne'mat bilan shukr o'tirisidagi munosabatni buzilmas bir ilahiy qonuniyat sifatida bunday zakarlaydi. Nimani? Shukr bilan ne'mat o'tirisidagi bir munosabat var. Bunu buzulmas bir ilahiy qonuniyat sifatida bunday zakarlaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Ve la in kefertum inna azabi leşedid. Ey insanlar hatırlanla. Senin perverdigarınla Allah şundak cekarlıdı. Ey bendilerim, eğer bu belgen nimetlerimge şükür kılsanlar, elbette sizlerge nimetlerini ziyade kılıp vermem. Eğer tuzkorluk kılsanlar, nimetimni tatip alımen, mening cezayim elbette bek eğri oldu. Bunun bedelini bek eğri şekilde üteyizler dep Allah Kur'an-ı Kerim'de cekalap oldu bu ne? Şunun için her kandan nimetki şükür kılsak Allah ziyade kılıdı, tuzkorluk kılsak kesip etidu. Şunun için bu Ramazan bizge farz kılınışta şükür kılışımızga, bizni şükür kılışga mecburlaş için farz kılınıptı. Nima için farz kılınıptı desek, yani Allah bizge nimetini teximiz ziyade qilib berish uchun Ramazonni bizga farz qilibdi degan gap. Masalan, atrofimizda kichikroq bir narsani hadiya qilsak, masalan, bir bolaga baxo'sh bo'lib ketsa, masalan, bijtal kamput berib qo'ysak, shunda xo'shulab sakrab ketgan bolaga yanjiqimizni teximiz jiq chiqirib bagimiz keladi-ku. Shunga o'xshagan shukr qilsak, Allohning bizga bagisi keladi. Tuzkorlik qilsak, tatib oladi. Bu bir buzilmas qonuniyat. Allah bunu ayeti dedi. Bu ayet bizge şükürden fakat tılda hem de sana ayet işlemez. Belki nimetini onu bergen zatının rızası için kullanır. Kançılık nimet olsun üstümüzde onu Allah rızası için kullanır. Onu kadirleş ve o nimetini qoğdaş işkelliğini öğütüdü bu ayet. Nimet tuzkorluk kılış, onu gafletke, nefsaniyetçilikке ve harlık taşlap koydu. Her kandak adam nimetke şükür kılmaydıken gaflet kalıdı o birinci olap, nefsaniyetçi olap gidiyordu. Nefsi toymur, balakur aylanıyordu. Ancak ahireti harlık kaldı. Hem de biz bu kaydıga asasen şükür kılsan nimet ziyade oldu, şükür kılınmagan nimet tatip edildi diyen kaydıga asasen. Biz endi Şarkı Türkistan halkı özümüzge qarab baqaylı. Qarab baqa vaqtimizda bizda nima tatib olindi hozir? Eng büyük nimetlerden nima tatib olindi? Ko'zimiz bilan ko'ralaydigan, kichik balami bilalaydigan nimetlerden nima tatib olindi? Şarkı Türkistan degan vatanimiz eng büyük nimetni o tatib olindi. Erkinlik degan büyük bir nimetni işgaliyet bilan teng erkinligimiz tatib olindi. Çünkü o Şarkı Türkistan'ın ibaret o nimetke şükür kılmadık, qoğdumudık. O erkinlikki şükür kılmadık, erkinligimizni qoğdumudık. Çünkü tecavüzçıga, Xitay tecavüzçılara karıştıramadık. Mesela Şarkı Türkistan'ın kadrigi yetilmegen büyük bir nimet.
Tarixiy nuqtadan qaraganda Allah biz Uyg'urlarga Sharqiy Turkistondek strategik, go'zal, mo'l boylikqa ega bir vatanni ihson qildi. Shunchalar kengri, mo'l boylikqa to'lgan bu vatanni ihson qilib qolmay, bizni yana ikkili dunyolik sharafga ega qiladigan islom aqidasini ne'mat qilib berdi. Biroq biz qanday qildik? Bir mezgil bu ne'matlarning asli egasini unutdik. Unutib qoldik. Bir mezgil amal qilsakmi, keyingi zamonlarda unutib qoldik. O'zaro fitnaga berildik, g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldik. O ne'matlarning qadrini bilmaganimiz uchun Alloh bizdan bu ne'matlarni bir-birla tatib olishga boshladi. O ne'matlar ketib bordi qo'limizda. Bugun xalqimiz dushman Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligiga, xorligiga va mustamlikasi xorlishiga va mustamlikasiga duchor bo'lmoqda. Allohga samimiy shukr qilishdan g'aflat qilgan bu millatning go'zal avlodlari bugun Xitoyning lagerlarida, zavodlarida zolimga majburiy tashakkur aytishga majburlanyapti. Allohga tashakkur aytmabdiq. Millat sifatida ma millatning go'zal avlodlari Xitoyning lagerlarida Xitoyga tashakkur aytyapti. Nimaga tashakkur aytyapti? Bizga Nambaginanga tashakkur, Suvaginanga tashakkur, mush partiya bo'lmagan bo'lsa, ulutdi, bulutdi deb tajovuzchi dushmanimiz minnatlarni Allohning o'rniga qo'yib, Allohga aytilmagan shukrni, tashakkurlarni Xitoyga aytyapti bizning xalqimiz qarindoshlar. Şükürsüzlük muşunda büyük balaya afet. Mana bu nimetinin kadrini bilmeslikten bu dünyadaki en açık sabıkı. Beşimizden ötte açık sabık bu. Hem de vatanın nimet dedik. Vatan nimetini qaytırıp alışının ve vatan nimetine şükür kılışının birden bir yol nime dese Xitoy karıştırış. Tajovuzchilar karıştırış. Şu vatanning mustaqilligini asliga keltirishga tirishishdir. Mana bu tövbe qilganlik. Nima deganlik bu? Ey Allohim, şu büyük nimetning qadrini bilmabdimiz, endi yetyapmiz, endi shuni bir qaytirib olishga tirishyapmiz, ojiz bo'lsakmi, qolgan yordamni sen be, biz sening yo'lingga qaytib keldik deb tövbe qilganlik bo'ladi bu. Bu tövbe qilish shu vatanni qaytarib olishningki birdan bir yo'li. Bu yo'lda İnsanca müstakillik iradımızda oturup koyuştur. İmi de botamay. Xitay kadrlardek. İncik şımasdan edemdek, uğalvalıdek, insandek iradımızda oturup koyuş. Halkarada, insanların aldıda. Bu mesela şükür kılmagan hesaplanımız. O vatan şükürsüzlerge nisp bulmaydı karındaşlar. Tuzkorlarga, kar yüzlerge, yüzü qaralarga nisb bo'lmaydi. Endi roza bizga yana muhim bir haqiqatni o'rgatadi qarindoshlar. Nimani o'rgatadi desa, irodamizni nafsimizning cheklamalaridan ozod qilishni o'rgatadi. Masalan, hozir roza tutdik. Nayigimiz va tamoq yegimiz va suv ichkimiz va halol bo'lgan haq-huquqlarimizning hammasini foydalanganimiz va ammo roza Ramazon bizni cheklaydi. Cheklagachga iradimiz bilan cheklanamiz. Shuning bilan iradamiz tavlanadi, kuchlanadi. Ro'za tutgan kishi o'zini eng tub ehtiyojlaridan, normal ehtiyojlaridan, halol bo'lgan ehtiyojlaridan cheklash orqali ruhiy jihatdan kuchaydi. Dal mushu ruhiy kuch bugun xalqimizga eng lozimli bo'lgan narsadir. Mushunda ruhiy kuch Sharqiy Turkiston xalqiga lozim. Şu ruhi güçünü Ro'za Ramazon ekildi. Etrafına qarab bakınla iradesiz insanlar Ro'za Ramazon'da tutanmaydı. Emel kılanmaydı. Çünkü onlarda irade yok. Ro'za Ramazon'ın iradesi var, ruhi güçlü kademde tutalaydı qarindoshlar. Sharqiy Turkistondan ibaret bu büyük nimetni qayta qo'lga keltirish Allohga bo'lgan haqiqiy shukrni ado qilish bilan boshlanadi. Mesela Şarkı Türkistan qo'ldan ketgani bilan ustimizda Allohning nurg'un ne'matlari bor. Tilimiz sog'lom,
Xotirjam yashayotimiz chet elda, nurg'un fursatlar bor. Ashulning hammasi ne'mat. Shu qo'limizda bor bo'lgan ne'matlarni shu Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun qo'lini olsak, shu Sharqiy qo'ldan ketgan Sharqiy Turkiston degan shu ne'matning shukrini hozir ado qilgan bo'lamiz. Shukrni ado qilsak Alloh ziyodlashtirib berman degan qoidasi bo'yicha ruhimizning kuchini ziyodlashtiradi, aqlimizni ziyodlashtiradi, milliy ruhimizni, milliy kuchimizni ziyodlashtiradi. Shunday qilib ozod qilamiz vatanni. Vatan ne'matiga shukr qilish uni tajovuzchining changalidan qutqizish bilan bo'ladi. Onun uchun mal, jon bilan kurash qilish bilan bo'ladi qarindoshlar. Bumuz shukr qilgan bo'lmaymiz. Bo'lmasa alhamdulillah shukr deganlik shukr olmaydi, Allohning oldiganlik. O faqatlam og'zimiz kunab qag'ach deb qo'yayotgan ish. Xitoy qarshi turish bir ibodatdir qarindoshlar. Nima uchun Xitoy qarshi turishni ibodat deymiz? Chunki zulmga qarshi turish Allohning amri. Allohning amrini o'rindash ibodat hisoblanadi dinimizda. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilik qarshi turishni ibodat deyishimizning sababi shu. Endi bu ibodatni qilmaganlik qanday bo'ladi desa qarindoshlar, shu ibodat qilmagan Alloh qarshi kelgan odamni bo'ladi. Alloh kimga qarshi keladi? Kafirlar, munofiqlar, fosiqlar, fojirlar, mushriklar Allohni tinchimaydi. Bunda toifiga Alloh yordam bermaydi. Shuning uchun deymizki, birdan bir yo'l qarshilik ko'rsatish yo'li. Tarix va sunnatulloh shuni isbotladiki, qarindoshlar, tartib ilingan ne'mat jim turish bilan yoki sukut qilish bilan qaytib kelmaydi. Xitoydek zolim, tersa, dinsiz bir kuchga qarshi vatanni, dinni, kelajakni, hatto oxiratni qutqizishning birdan bir chorasidir. Agar oxiratimni qutqizaman, kelajagimni qutqizaman, dinimni qutqizaman, vatanimni qutqizaman, nimaga ehtiyojimiz bo'lsa hammani qo'lga olaman deydi ekanmiz. Shu Xitoyga qarshi turib, shu vatanni mustaqil qilmasak, hech qas bo'lmaydi. Vatanning mustaqilligi hamma baxt saodatimizningki kapolati hisoblanadi. Chunki u buyuk bir ne'mat. Xitoyni rad qilish, ya'ni Xitoyni mening hukumatim emas deb rad qilish, Xitoyni o bir dushman deb ko'rash, u tajovuzchi deb ko'rash Allohga shukr qilishning amaliy ifodasi. Amaliy ifodalanish shu. Xitoy qarshi turmaganlar Sharqiy Turkiston haqida hech qanday shukrini ado qilmagan bo'ladi. Xitoy qarshi turmaslik ustimizga ne'mat shukrini ado qilmaganlik hisoblanadi qarindoshlar. Shukrsiz insonni Allah yaxshi ko'rmaydi, chunki shukrsiz demak vafosiz demak. Allohning bir ismi shakur, vafodor deydigan. Allah shakirlarni, ya'ni vafodorlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun deymizki, Xitoyni rad qilish Allohga shukr qilishning amaliy ifodasi. Biz Xitoyning moddiy va ma'naviy qulluqini rad qilgandilar, Allohning bizga bergan insoniy qadr-qimmat ne'matini qadrlagan bo'lamiz. Hozir ustimizda insonlik bir ne'mati va Alloh bizni inson qilib yaratdi. Shu Xitoy qarshi turgan vaqtimizda shu insonlik ne'matininki qadr-qimmatini bilgan bo'lamiz. Qarshi turmasak-chi, masalan, hayvonlar qarshi turmaydi. Chunki u hayvon qarshi turishni bilmaydi. Bizmi shu insonlik qadr-qimmatimizni bilmagan bo'lamiz qarshi turmasak. Shuning uchun bu ne'matni ado qilish uchun, ne'matning shukrini ado qilish uchun dushmanga qarshi turish kerak. Xulosaga vaqtimizda qarindoshlar, Ramazon ro'zasi bizni och qoldirish va suvsiz qo'yish orqali bizga yo'qitib qo'ygan asli kimligimizni va mas'uliyatimizni eslatadi. G'aflat qolgan qalbimizni ro'za tutish bilan uyg'otib, bizni taqvo holatga akilishni maqsad qiladi. Xuddi Alloh Ramazon ro'zasining bizga farz qilinishdagi hikmatni o oyatda zikr qilgandek, yuqorqi oyatda o'qidik ya, la'allakum tattaqun deb. Taqvo bo'lasizlar farz qildim dedi Alloh. Naq Allohning degandek ro'za Ramazon bizni shunday shukr qildirish orqali shu Allohga taqvo holatga akiladi. Bu büyük bir nimet qarindoshlar. Nimet shukr bilan ziyoda bo'ladi, kurash bilan qo'g'diladi.
Sharqiy Turkiston xalqi uchun haqiqiy hayit qachon bo'ladi bilamsizlar? Biz faqatlam Ramazonning oxirida hayit qilamiz. U hayit faqatlam u vaqtlam emas, balki tajovuz Xitoyga qarshi kurashda g'alaba qilib, vatan ne'matini qayt qo'lga keltirgan kunda andan keyin haqiqiy bayramimiz shu chaqda bo'ladi. Alloh taolo bizni ne'matning qadrini biladigan, zulmga qarshi turadigan va o'z vatanida erkin shukr qiladigan kunlarga nasib qilsin. Amin. Qarindoshlar, buguncha shunchalik bo'lsin. Qolgan hikmatlarni keyingi videolarda so'zlaymiz inshaalloh. Allohga emanet bo'ling.